Xizmatchi bo'lganingdan keyin qilasan-da, o'zdan shahar-tiling uchun ham yer tega olmaysan. Sandaqa ukani Detdonga topshirish kerak. Mol. Opa. Kiryapsizmi? Ha, kiryapman. Men naskimni ham yuvib bering. Men sen sassiq naskini yuvamanmi? Hali ira tegsang, ering naskisini ham nimasini ham yuvasan-ku. Endi u irin, shirin. Shirin-a? Men sen bilan bitta qorindan talash uchun yuvmaysan buni. To'g'ri yo'qol o'zing yuv. Ana shunaqa xaraktering bo'lsa, hayotda ira tega olmaysan. Havo, hayotim ovqatlandingizmi? To'ydan keyin masga o'zim shirin ovqatlanib pishirib beraman. Voy, nima deganingiz bu? Men hamma ovqatlarni qilishni bilaman. Shu uchun ham bir haftadan men och o'tiribmiz. Faqat uzum bilan non yeymiz. Yo'q, sizga. Yaxshi keldingizlarmi? Mana. Kelib zo'rishyapti. Nima qilasan la? Yana o'zingga o'xshagan qara tappi jo'ralaringni olib keldingmi? Uyga ovqat yo'q jo'ralaring uchun. Yo'qotamasni. Opa, jumbo bular. O'tiringlar. Opam shunday hazilkashlarda o'tiringlar. Yo'qot dedim. Yo'qot! To'xtanglar. Ketmanglar, to'xtanglar. Chiravozingni qo'y yo'qolib ketsin. Hozir kimligini aytsam o'zing izidan yugurasan. Kim? Jo'ralarim emas bular sovchilar aytdi. Sovchilar? Ahla ki lakshaka,